tumanini Silga qarshi kurash dispanserida 37 yildan beri ishlab keldim. İmtiyozli pensiya olish yoshiga yetib qolganligim uchun men pensiya jamg'arma fondiga murojaat qilgan edim. Ular rad qilishdi. Keyin men adliya bo'limiga murojaat qildim. Adliya bo'limidagilar meni ishimni, dokumentlarimni o'rganib chiqib, yordam berishadi qolsa-da fuqarolik sudiga berishdi. Mana hozir Xudo xolasa o'tish arafasidamiz. Pensiyaga dokumentlar joyida adliya xodimlariga, ishchilariga kattadan rahmat. Buvayda tuman adliya bo'limiga Buvayda tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli sil kasalliklar shifoxonasida ishlovchi fuqaro To'ychiyev Abdulhafiz O'rinovich murojaat qilib, imtiyozli asosda pensiyaga chiqa olmayotganligidan norozi bo'lib murojaat qilgan. Mazkur murojaatni o'rganish davomida fuqaro To'ychiyev Abdulhafiz O'rinovich 1989-yildan hozirgi kunga qadar Buvayda tumaniga qarashli sil kasalliklar shifoxonasida feldsher vazifasida ishlab kelishligi va 2026-yil 6-yanvar kunga byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining qaroriga asosan imtiyozli asosda pensiyaga chiqishi rad qilinganligi ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Protsessual kodeksining 295-296 muvofiq fuqarolik ishlari bo'yicha Qo'qon tumanlararo sudiga ariza kiritildi va sudning hal qiluv qaroriga asosan fuqaroning zararli va o'ta xavfli mehnat sharoitlarida ishlaganlik fakti belgilandi.